qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishingizni qisman qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumatini buzish uchun Xitoy va Rossiya tomonidan ishga solinayotgan gumonli kishilar to'g'risidagi bayonot. Tuvandagi bayonot Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumatining Oliy ijroiya kengashiga mansub. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumati 2004-yili 9-oyning 14-kuni Washingtonda Sharq Turkiston va xalqining manfaatiga vakillik qilgan kishilar tomonidan qurib chiqilgan rasmiy siyosiy bir organdir. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumatining asosliq maqsadi Sharq Turkiston xalqining demokratik huquqini, kishilik huquqini va erkinligini kafolatga ega qiladigan Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqilligini asliga keltirishdir. Sharq Turkiston Surgundi hukumati qurilgandan beri Xitoy hukumati tomonidan va boshqa yomon g'arazlik organlar tomonidan uni buzish va ag'dirib tashlash maqsadida ko'p qatim hujumga uchrab kelmoqda. Garchi Xitoy va boshqa dushman o'rinlarning yomon g'arazlik tirishchiligiga qaramay, Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumati nurg'un to'siqlarni yengib, rahbarlik qatlamida ko'p xil o'zgarishlarni boshdan kechirdi. 2019-yili 6-oyning 15-kuni Sharq Turkiston Uyg'ur diasporasidagi tunji qatimliq demokratik ommaviy saylam Sharq Turkiston Surgundi hukumati parlamentining kandidatlari uchun o'tkazildi. Xitoy istihboroti va yomon g'arazlik o'rinlarning Sharq Turkiston Surgundi hukumatiga singib kirishi va ag'dirib tashlashi tirishchiligi sababidan nomzodlarning orqa ko'rinishini tekshirish uchun 7 kishilik oliy taftish hay'ati qurildi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumatiga kirishga salohiyati to'shmaydigan kishilarni millat vakilligidan chiqarib etishmi qaror qilingan edi. Bu qarorga ko'ra millat vakillari 2019-yili 6-oyning 15-kunidan burun xalq tomonidan saylandi. Saylam tugagandan keyin oliy taftish organi qurildi va 13 moddalik millat vakillarini tekshirib qabul qilish shartlari turg'izilib oliy kengashga sunildi. Shundaqla tasdiqlanib qonunlashdi va taftish boshladi. 2019-yili 9-noyabrdan 12-noyabrgacha Sharq Turkiston Surgundi hukumati Washingtonda 8-navbatlik oliy qurultoy o'tkazdi. Saylangan parlament a'zolari yosh, yangidan yetilayotgan rahbarlar va tajribali peshqadam mustaqillik rahbarlari birlashtirilgan yangi rahbarlikni sayladi. O'tgan 1 yil va 9 oy ichida prezident G'ulom Yag'ma va bosh ministr Salih Xudoyor boshchiligidagi Sharq Turkiston Surgundi hukumati Sharq Turkiston Uyg'ur diasporasida Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni xalqimizning va boshqalarning qo'llashiga yetaklab keldi. Dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar va parlamentlar bilan yangi munosabat o'rnatib va mavjud munosabatlarni cho'nqurlashtirish bilan birga Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratgan vahshiylikni nurg'un hukumat va parlamentlarning irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishda turtkilik rol o'ynadi. Yana xalqaro jinoiy ishlar sudida Xitoy amaldorlariga irqiy qirg'in qilish jinoyati bilan rasmiy delo ochdi. Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan davlat va Xitoy Sharq Turkiston xalqaro to'qinishini Xitoyning atalmish ichki ishlari emas, aksincha xalqaro to'qinish sifatida to'g'ri shakllantirish uchun aktivlik bilan tirishib, xalqaro hukumat va taraflarning Sharq Turkiston xalqining demokratik mustaqilligini asliga keltirish orzusiga bo'lgan aktivlikni qo'zg'adi. Oldingi 70 yilda qo'lga keltirilgan bu faoliyatlar va muvaffaqiyatlar Xitoy hukumati va uning har qaysi ittifoqdoshlariga zo'r zarba elib keldi. Shunga Xitoy hukumati va uning ittifoqdoshlari Sharq Turkiston Surgundi hukumatini buzish va ag'dirib tashlash salmoqini oshirdi. Yaqinqi oylarda Xitoy va Rossiya istihboroti bilan munosabati bor deb gumon qilingan bir qancha kishi aldamchilik bilan o'zlarining Sharq Turkiston Surgundi hukumatiga vakillik qilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Ular Xitoy hukumatining Sharq Turkiston Surgundi hukumatini buzish va ag'dirib tashlash va Sharq Turkiston va uning xalqining davlat manfaatiga unumli ziyon yetkazish maqsadi uchun xizmat qilayotganligida shak yo'q. Tunji shaxs Fransiyaga joylashgan Erkin Abdumat. Masalan, Fransiyadan millat vakili bo'lib saylandi deb ba'zilar tomonidan ma'lum qilingan Erkin Abdumat Fransiyada xalq saylami o'tkazilgan va ko'zbo'yamchilik bilan yolg'on saylam o'tkazgan va saylangan bo'lib olib hukumatni aldashga uringan. Yana siyosiy jihatdan pokiz bo'lmagan insonlar bilan yaqin munosabatda ekanligi va oilasiga zulm qilish ahvollari oshkorlangan. Talib Atajon fitnasida aktiv rol olib hukumatni yo'q qilishga uringan. Tekshirish natijasida Talib Atajon, Mayra G'upur va Yodikor Ganiyev qatorliq kishilarning Xitoy va Rossiya istihborotlari bilan munosabati borligi oshkorlandi. Erkin Abdumat bu kishilar bilan hamkorlashib Sharq Turkiston Surgundi hukumatini buzish va ag'dirib tashlash uchun uringan. Bu sababdan Erkin Abdumat 2019-yili 10-oyning 25-kuni Sharq Turkiston Surgundi hukumatidan qovlab chiqarilgan.
Bu sebeplerden 2019 yılı 10. ayının 25. günden başlap Erkin Abdülhamid'in Şərq Türkistan sürgünde hükümetide hizmet kılışı ve Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünde hükümeti bilen her qandaq alaqada buluşu məngülük çeklendi. İkinci şahıs bolsa Qazaqistan'a joylashgan Yadikar Geniyev. Tekshirishda Yadikar Geniyevning Rossiya Kompartiyasining a'zosi ekanligi va u yana O'rta Osiyoni Rossiyaga qo'shib olish orqali Sovet ittifoqini asliga keltirmoqchi bo'lgan komitet a'zosi ekanligi oshkorlandi. Geniyev Sharq Turkiston va xalqining davlat manfaatiga qarshi siyosiy partiyalar va komitetlarga a'zo bo'lganligi oshkorlandi. Shundaqdimi u yana haddidan ziyoda haqorat va axloqsiz tillarni ishlatib, Sharq Turkiston sürgünde hükümetinin rəhbərlərinə təhdidlər qılğan. Ondan başqa Geniyev, Mayra Gopur, Talib Atacan və Erkin Abdülhamid bilan həmkarlaşıb Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünde hükümetini buzuşqa və ağdırışqa tirişdi. Bu sebeplerden 2019 yılı 10. ayının 7. günden başlap Yadikar Geniyev'nin Şərq Türkistan sürgünde hükümetine hizmet qilishi və Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünde hükümeti bilan har qandaq aloqada bo'lishi məngülük cheklendi. Üçüncü şəxs bolsa Kanadaga joylashgan Mayra Gopur xonim. Tekshirishda ma'lum bo'lishicha, Mayra Gopur Xitoy davlat bexatarlik ministerligining yuqori darajalik istixborot amaldori Almayev bilan oilacha yaxshi munosabati bor bo'lib, Almayevning kelini Xalida bilan uzundan buyon yaqin do'stlik o'rnatgan. Almayev Xitoydagi 2 nomerlik Xitoy davlat istixborot amaldori deb qaraladi. Tekshirishda yana Xitoy jasus amaldori Almayevning kelini Kanadaga ziyoratga borganda uning Mayra Gopurning uyida birga turganligi bayqalgan. Tekshirish natijasida Mayra Gopurning Xitoy istixborotlari bilan quyuq aloqada bo'lganligi oshkorlandi. Mayra Gopur Erkin Abdülhamid, Yadikar Geniyev va Talib Atacanga rahbarlik qilib, Sharq Turkiston sürgünde hükümetini buzuş va ag'dirib tashlash uchun tirishgan. Şuna 2019 yılı 7. oktyabrdan başlap Mayra Gopurning Sharq Turkiston sürgünde hükümetida xizmat qilishi va Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünde hükümeti bilen her qandaq alaqada bo'lishi məngülük çeklendi. Mayra Gopur yana 2020 yılı Türkiye'ye berib aldamçılık orqali necha yüz Uyg'urning shaxsiy uchurlarini to'plagan va o'zining Kanada hükümeti bilen hamkorlashganligini va Kanadada Uyg'urlarni o'rinlashtirishga yordam qilganligini aytgan. U to'plagan uchurlarni Xitoy istixborotiga yetkazdi deb gumon qilinadi. To'rtinchi shaxs bo'lsa Amerikaga joylashgan Talib Atacan. Atacan parlament kandidati bo'lib, u bir taraflama holda Sharq Turkiston sürgünde hükümeti qonunini o'zgartib, parlament tuzumini o'zi o'ttirg'a qo'ygan prezident tuzumiga foydali qilib o'zgartmoqchi bo'lgan. Sürgündagi parlament va Oliy Kengash tarafidan ko'p qatim ogohlantirilgan bo'lsa-mu, Atacan apandi o'zining yomon g'arazdagi harakatini davomlashtirib, Sharq Turkiston sürgünde hükümetini va uning parlamentini buzishga urindi. Taftish hay'ati darhol tekshirish olib berib, Talib Atacanning Mayra Gopur bilan uzundan buyon quyuq munosabati borligini, hatto Xitoy istixborot amaldori Almayev va boshqa Xitoy istixborot jasuslari bilan munosabati borligining mumkinchiligini bayqadi. Talib Atacan Mayra Gopur orqali buyruqni Almayev shaxsdan olganligi haqida gumon bo'lganligi sababidan o'z qonunimizga, hukumat nizomnomlariga va buyruqqa bo'ysunmaslik tufayli millat vakillik salohiyatiga to'shmaganligi uchun 2019 yılı 7. ayının 12. günü millat vakilligi rad qilindi va hukumat bilan aloqasi kesib tashlandi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti xalqaro jamiyatga bo'libmi hukumatlar va ularning munosabatlik istixborot bexatarlik organlariga va barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga yuqorida tilga ilingan kishilarning va ularning sheriklarining Sharq Turkiston sürgünde hükümeti bilan munosabati yo'qligini e'lon qilmoqchi. Biz ko'pchilikni ehtiyotchan bo'lishga, Xitoy, Rossiya va boshqa yomon g'arazli hukumat, tashkilot va o'rinlarning Sharq Turkiston sürgünde hükümetiga buzg'unchilik qilish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni to'sish uchun olib berayotgan istixborot harakatlariga diqqat qilishini talab qilamiz. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining haqiqiy vakillari va uning parlament a'zolariga munosabatlik barliq uchurlarni rasmiy tor betimiz www.turkiston.net-dan topa olasiz. Bu bayonot yana Erkin Abdülhamid, Yadikar Geniyev, Mayra Gopur va Talib Atacan qatorli kishilarni ogohlantirdi. Shundaqla Sharq Turkiston sürgünde hükümeti bilan munosabati borligini aldamchilik bilan tashabbus qilishdan darhol voz kechish uchun oshkora uqtirish sifatida xizmat qiladi. Mustafa Kemal Atatürk bir kun çaresiz qolgan vaqtingizda hech kimdan chora kutmang. Chorani o'zingiz qiling. Umidsiz ahvol yo'q, umidsiz inson bor. Men hech bir zaman umidsizlanmadim degan.
va bu umidning, birlikning natijasida g'oyat zo'r dushmanning ustidan g'olib kelgan. Boshqalardan chora kutish irodasizlik, o'rinliq, jur'atsizlikning bishorati. Quldan tama qilgan siri Alloh qalbidan uzoqlashtirdi. Allohga dal tavakkul qilish, ishonch, iroda, aqlga uyg'un o'zliksiz harakat. Mushaqqatni yengish ro'yi bizni vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirish nishonimizga ulashtirdi. Mustaqillik, hurlik bizning alaydigimiz bo'lganda dushmanning o'ynagan o'yinlari, qurgan tuzoqlari ishga oshmaydi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.